Assalomu alaykum va rahmatulloh do'stlar, arzon narxlarda yangi va ozgina ishlangan telefonlarimiz sotiladi. Kech bo'lsa ham bir chiroyli video qilib beraman, xudo xolasa sizlarga. Ko'ringlar, qaysi birini yoqtirsanglar, sразу screenshot qilib rasmga olib, Telegramdan yozib aloqaga chiqinglar. Вообще arzon narxda zo'r telefonlar qilib beramiz. Honor 600 lar, Lite'lar va shikab ekan. Hozir bitta ko'rsatamiz. Like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Bitta like bosib qo'ysanglar, videoni yaqinlarga borib qo'ysanglar, xursand bo'lib qolamiz. Sizlar sababli yaxshi telefonlarda arzon narxlarda, hamyonbop narxlarda ko'rishib sotib olishlari mumkin. Qani bo'lmasam like bosamiz, ketdik. Birinchi telefonimiz Samsung Galaxy A57 beji. O'zi aslida yangida hech qancha ishlatmagan ekan, stiklo chexol ishlatib, ichi silib qo'yishdi. Ozgina qachaqa chiqasi bor, lekin hozir 5 million so'mdan atrofida sotilyapti bu telefon. Kanalimiz obunachilariga oxiri Xalinzmar do'konimizdan 300 deyapmiz, 3200 ming so'm qilib beramiz. Lekin 57 beji 8 ga 128, baribir zo'r telefonda, zaten yangida 56 ni puliga garochi. 57 beji 3200 ming so'm qilib beramiz. Arzon narxda xudo xolasa. S10 bejimiz bor. Chaynayda singan joyi bor, mana shu burchakda bilinmas, qolgan hamma yo'q zo'r. Xudo xolasa 8256 talik, 1 million 400 deyapmiz, 1 million 300 ming so'm qilib beramiz. Samsung Galaxy A25 beji bor. A17 axtarib yurgan A17 olaman degan tavsiya qilsa bo'ladi. 25 beji undan zo'r. 6 ga 128 beji podeshka qiladi, korobka dokumenti bor. Kimga kerak bo'lsa marhamat tavsiya qilib qo'ysanglar bo'laveradi, inshaalloh puliga arziydi. 6 ga 128, oxiri 1 million 800 qilib beramiz buni. Zo'r holatlar. A15imiz ham bor. 100 dollarga Samsung axtarayotganlarga marhamat, 1 million 300 o'zi aslida korobka dokument bor. 6 ga 128, 1 million 200 qilib beraman. 1 million 600 ming so'm bo'ladi shunda. Samsung Galaxy Note 20 ham bor, holati yaxshi, 8 ga 256 talik beji podeshka qiladi. Bitta sim kartali imekalardan o'tgan holatda, xudo xolasa. Ekranlari ham tiniq, toza ekan. Puliga arziydi, 3 ga hamma yo'g'i zo'r ishlab beradi. 1 million 900 ya 1 million 800 qilib beramiz. Bu narxlar oxirgi narxlarda aytyapman. Do'kondan kelib olib ketsanglar, mabodo uzoqroqda bo'lsanglar, dastavka qilib beramiz. 30-40 ming so'm dastavkasini pulini berib olib ketaverasizlar. 512 talik XS Max bor, korpus qo'yilganini, face turtonlari bor. 1 million 600 deyapmiz, 1,5 million so'm qilib beramiz, xudo xolasa. S21 bejilarimiz bor. S21 beji. Mana bunisini ko'ringlar, chaqa chiqasi ko'proq, 8 ga 256 talik ekranlar. Yaxshi, endi ozgina soya bo'ladi. 1 million 800 ya 1 million 700 qilib beramiz buni. Holat sal yaxshiroqlari bor, 8 ga 256 1 million 900 deyapmiz, 1 million 800 qilib beramiz, xudo xolasa. S22 beji bor, zo'r holatda. Hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q, 8 ga 256 talik. Imekalardan o'tgan holatda garantiyalar bilan 2 million 800 qilib beramiz. Ixcham telefon, o'zimizga, ota-onamizga olib bersak, maza qilib ishlatadi, xudo xolasa. S23imiz ham bor. Buni ham arzon narxda qilib beramiz. Bozordan xudo xolasa 500 ming so'm arzoniga. 8 ga 256 talik simlardan o'tgan ozgina chaqa chiqasi bor, lekin hamma yo'q toza, tiniq ekan pul. Telefon puliga 2 martalab arziydi. 8 ga 256 talik S23. Sim ham o'tgan, sim karta qishlasanglar bo'laveradi. 3 million 600 deyapmiz, 3 million 500 qilib beramiz. 3,5 million so'mga S22 zo'r narx. Игровой telefonlarimiz PUBG ga, Poco X7 Pro ham bor. 3 million 200 qilib beramiz, 3 million 100 qilib beramiz ekan oxiri. Infinix GT30 Pro'larimiz arzon narxda 3 million 200 ga bor, 3 million 400 ga bor, 3 million 600 ga bor. Redmi'lar, iPhone'ni ko'ringlar, 12 mini. Ixcham telefon so'rayotganlarga 72 yo'ngisi 64 talik, 1,5 million so'm face turtoni bor. Imekadan o'tgan. O'ta tiniq iPhone 11 kelib qolgan, ko'ringlar. 75 yo'ngisi 64 talik. Doktor opa mingan deydi, ayol kishi ishlatgan, chiroyli ishlatgan ekan, pokiza, yangi salafan pachka olib ishlatishgan ekan. 75 yo'ngisi 64 talik, 2 million 200 deyapmiz, 2 million 100 ming so'm qilib beramiz. Bundan tashqari ham yangiliklar ko'p, xudo xolasa. Redmi'ni ko'ringlar, Note 14 8 ga 256 talik, korobkadagi men zaryadchilar bilan full komplekt, yangidagi 1 million 700 ming so'm. Bu ham arzon narx, inshaalloh puliga arziydi. Bundan tashqari ham yangi telefonlarimiz ko'p, xudo xolasa ko'ringlar. Honor 600 Lite ko'ringlar. 600 Lite beji 8 ga 256 talik, yangidek ekan, korobkadagi men zaryadchi, daj zaryadga qo'yilmagandek turibdi-da. Ishlatib maza qilasizlar inshaalloh. Yangida telefonimiz 600 Lite. O'zi aslida 5 million so'mdan atrofida sotilyapti-ki, yo'q, 5 milliondan qimmat ko'rdimmi? Qarochi, yangisi bilan bu ozgina ishlangan, xolos hech qanday ishlamagan. Yangisi bilan 1 million 1,5 million arzoniga, vaqti zo'r holatda. O'ta ham ideal ekan. O'zim ham qarochi ishlatib, haqiqatan nima qildim? Mesela yo'qda dizayni ko'rish, qo'lda o'tirish,
Yengil, korpuslari ham vashi dahshat ekan. Ishlashni qaranglar, ekran tezligini. Abadoylari ham. Haqiqatda yangi, chang tushmagan telefon 1 million 1,5 million arzoniga. Yangi ochishga pul yetmaganlarga yani tavsiya qilamiz. U 1 million so'm farq ham chakana pulmi 100 ming emas masalan, to'g'rimi? Honor 600 Lite BG 8 operativka 256 GB xotira 6520 amper batareyka. Full komplekt holatda, yangidek. Metallический korpus deyapti. Kompaktniy, lёгкий deyapti. Lёгкий degani yangi, yengil degan. Yarki ekran 6,5 ming nit, tonki ramka deyapti. Batareykalari 6 yilgacha bez batareya yonks deyapti. Yonks tushib ketib qolmaydigan 6 yilgacha bir kunga bemalol yetib yuraveradi. Zo'r holatda inshaalloh maza qilib ishlatasizlar. Kanalimiz obunachilarga o'zi $300 ham ketadi. 3 million 600 ming so'mga ham zo'r telefon, chunki 5 million so'm sotilyapti o'rtoqlar. Bunisi undan ham yangi, egalasi ham yangidek. Bu ham vahshiy zo'r holatda. Korobkadagi zaryadchi full komplekt, full komplekt o'rtoqlar. Xohlasizlar shunaqa dizayni chiroyli, rangi chiroylisidan, xohlasizlar serisidan, xohlasizlar shunday olinglar mana. Ikkitasi birida. Zo'r holatda inshaalloh. Korobka zaryadchilarni ham bir ko'rgan, chexollari, dokumentlar Dash ishlamaganda bu telefon haqiqiy ishlamagandek turibdi, ko'ringlar, yangidek. Lekin puli 1 million 1,5 million arzoniga, dizayn dahshat. Puliga arziydi xudo xolasa. Bu salafonlarni ham o'g'lim menga yaxshi turibdi. Ko'ringlar, oxiri 3,5 million so'mdan qilib beramiz, faqat 2 dona videoda srochniy, moshniy, zo'r telefonni arzon narxda qidirayotgan do'stlarimizga yuborib qo'yamiz. S24 Ultra'ni ko'ringlar. $600 qilib beramiz, 7 million 200 ming so'm naqd bo'lib muddatli to'lov, barterga ham chiqaveradi. 620 dan 600 qilib beramiz. Ikkita sim kartali Vyetnamdagi originali. 12 256 gigabaytligi. Ishlatib maza qilasizlar, puliga arziydi. O'zingizlar telefonlar bo'lsa olib kelinglar, bir so'm qo'shib bersanglar yoki biz qo'shib beramiz, kelishaveramiz. Muddatli to'lovga ham chiqaveradi. 3 oy, 6 oy, 12 yoki ish haqqisi borlarga, davlat ishida ishlaydiganlarga zo'r bo'ladi, arzonroq ham chiqadi, xudo xolasa. Tavsiya qilaman. Bundan tashqari ham yangiliklarimiz ko'p, yangi telefonlarimiz arzon narxda bemalol kelib olib ketsanglar bo'laveradi. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Videoda yaqinlarga borib qo'ysalar, sizlar sababli yaxshi telefonlar hamyonbop narxlarda xarid qilishlari mumkin.